Muhammad aka, Muhammad aka, nima qilganingiz-ku? Video olammiz-ku. Video? Ko'rib turganingizdek, bugungi obzorimizda Meta Quest 3. Metamizni tashqi ko'rinishi haqida gaplashsak, oldida chetida ikkita kamerasi bor va o'rtadagisi lidar hisoblanadi va past taraflarda ham ikkita chetida kameralari bor. Hop, bu ko'rayotganingizdek boshga shundoq kiyiladi va mana kameralari orqali boshingizlarni o'lchamiga o'zingiz to'g'rilab olasizlar va ichki tarafida yana ham tiniq, aniq ko'rish uchun 2064 ga 2208 pikselli OLED ekranlar joylashtirilgan. Bu ko'rish sifatini yana ham tiniq va aniq qilib beradi. Metamiz VR va AR ni qorishmasi hisoblanadi. VR bu 3D olamga to'liq sho'ng'ib ketish imkonini beradi. Bu orqali o'yinlar, har xil sarguzashtlar, treninglar, ilovalar, dizaynlar qilsangiz bo'ladi. AR bo'lsa real muhitga virtual obyektlarni qo'shishi imkonini beradi. Va ushbu qo'limdagi ikkita kontroller bo'lsa, mana shu dizayn, o'yin ilovalardagi boshqaruvni sizlarga osonlashtirib beradi. Ya'ni shu uchun mo'ljallangan. Va yana boshqa afzalliklaridan hand tracking, ya'ni qo'l harakatlarini kontrollerlarsiz aniqlab beradi va 3D audio atrof muhitga moslab realistik ovozni sizga ta'minlab beradi va Guardian mode sizga xavfsiz zonani chizib beradi, har xil to'siqlarga urilishdan saqlaydi. Meta ko'proq kimlar uchun qulaylik yaratadi desa, masalan, gamerlar, ko'proq VR o'yin o'ynaydiganlar uchun, o'rganuvchilar, har xil 3D interaktiv ilovalar va bundan tashqari treninglar o'rganishligi mumkin va yana professional foydalanuvchilar 3D dizayn deymizmi yoki har xil virtual ofislar yaratishligi mumkin. Va yana fitness ixlosmandlari VR orqali mashq qilishlari mumkin va kontent yaratuvchilar 360 videolar ko'rish va virtual olamlar yaratish imkonini beradi. Endi sizlar Meta Quest 3 fursatdan nasiya savdoga xarid qilsangiz bo'ladi. Hammanglarni fursatda kutib qolamiz.